Mana bahorning o'rtasida qor, qish. Bu hozir Boysunda yuribmiz. Boysun bahor bo'layotgan joyda plajda qor yog'gan. Ana bu yerda ichish, chakish, olov yoqish umuman mumkin emas ekan. Onasi esa qor yog'gan. Qanaqa bu yerda olov yoqish mumkin bo'lyapti. Dahshat prosta. Samarqandda bunaqa qor yo'q. Faqat biza qishni quyosh bilan kutib olib, quyosh bilan chiqarib yuboramiz. Yoki yomg'ir yog'adi maksimum. Bu yerda esa qor va qorning o'rtasida ham qor. Dahshat. Atrofning go'zalligini qaratib o'taydi-ku. O'sha holatda. Tashqarida kirishda ichish, chakish, olov yoqish mumkin emas deb turib, bir de Qur'onni qo'yib Pamoy pulni bersa hamma narsa mumkin-da. Joychalar ham bor haligi. Pischa odamchalar uchun atigi. Ichdan shaytonchasi qaynaganlar bular-ku. Hoji bobo degan, Yobir bobo degan dedi-ku. O'shanaqa akalar uchun joychalar ham tayyor. Biz ziyorat joy deydi, biz ziyorat joyga vahshiy o'xshamaydi. Qayga qarama bu yerda haligi palatkachalar, qanaqadir qurachalar. Ammo shayton ba'zan bo'layotgan joyga o'xshaydi-da, onasini o'zi. Hozir boraylik, ko'ramiz. Lekin manzara bomba. Dahshat. Tabiatning go'zalligini qarang, qanchalar go'zal bu. Xuddi nima deydi? Seksualniy tolka deydi. Onalarning o'zi. Mana pana joychalar bor ekanda. Haligi qoni qaynagan akachalar, ukachalar bo'ladi-ku. Sekingina pana joy qidirayotgan. Bir xillar bor, hali kvartira topolmaydi-da. Yo'q, endi qurilayotgan uy yoki pana bo'layotgan joy. Misol uchun biz o'zimizda Bam Super degan joylar bor. Bu yerda Darg'om degan joy bor. Darg'omning pastida shunaqa bir chakalakzor yotgan joychalar bor. Uni o'sha meni videomni ko'rayotgan bo'lsa, mana shu o'zimizda Samarqandda Bam Superda turayotgan bolalar bo'lsa, yomon pescha bo'ladi-da ular. Ich qonchalar shunday qaynagan payti shu joychani topolmadimi? Shunday bor chakalakzorning arasiga kirib ishini shaqqalatib bajarib tashlaydi-da. Keyin bu yoqda akalarimiz keladi. Hujjatlaringiz bo'ladi. Keyin ko'tga yegan shu bo'ladi. O'sha uchun qoni qaynagan ukachalar, akachalar, unaqa narsalar qilmanglar, unaqa narsalar kerak emas. Lekin o'sha mana bu joychalarni ko'rib, kimlardir hayollariga kim narsalar keldi-da. Aniq-da. Tayyor kvartirada. Pagoda просто bomba. Yomon sevishadigan havo bo'lyapti-da. Qorda qandaydir archalar tagida sevishib sal sovuqlik qiladi-yu, lekin bir 10 minutlardan keyin isib ketasizlar o'zingizni. Dahshat. Atmosfera bomba. Men bir narsaga nima deydi? Qiziqaman-da, onasini ham. Shu turistlar yoshi 80 ga kirib, 90 ga kirib, 70 ga kirib aylanishga keladi-da.
Lekin o'zini oyoqlari bilan yuradi, onasini o'zini. Samый qiziqarlisi, bilasizmi? Onasini o'zini bu 70 ga 80 ga kirsa ham kimnidir sevib qolsa uylanib ketaveradi-da. Lekin nima deydi? Uylangandan keyin просто bir-biriga qarab o'tirish emas, ular bola ham yasaydi onasini o'zini. Nima deydi? Mana shu havlida sevgi ham o'ynaydi. 70 ga kirgan. Bizda onasini o'zini 70 ga kirsa odamlar, ayollar, erkaklar nima deydi? Haligi bozorga borib kafanchasini olib taxlab qo'yadi. Ertib ketib qolsin deb. Ammo onasining o'zi unaqa narsa haqida umuman o'ylamaydi. Gap qilib yashaydi. Ha. Mazza. Mana shulardan o'rganish kerak ba'zi narsalarni. Shunaqa deb o'ylayman. O'zi uchun yashaydi, o'zi uchun mazza qiladi. Ana aylanishlarga kelib yuribdi. Ito eri xotin. Men o'ylaymanki, haligi kunora keks o'tirish kerak deydi-ku. Nilufar opa. Onasining uchun 70 yoshida хотя бы haftada bir 2 marta o'tirsin, bir marta emas. 70 yoshda bu dahshat bu. Bizda onasining uchun 40 yoshdan o'tgandan keyin o'zi haftasiga emas, oyiga bir 2 marta bo'ladi yo'q. Chunki biz o'zimizga qaramaymiz, sog'liqqa. Ular esa o'zini qadriga yetadi, sog'lig'ini biladi. Mazza qilib yashaydi, yashashni biladi xolos. Men shunga havas qilaman. Bu mana shu ko'rib turgan joylardan tepada bu havo issiq bo'lgan payt kelsa bo'lar ekan, ziyorat joyi o'sha yerda ekan. Hozir bizlar mana bu tarafga bordik. Bu tarafga bordik. U taraf ziyorat joyi emas ekan, u taraf tepa dacha ekan. Короче, fohsh ishlarni bajarib mana shu yerda dachada poklanish uchun tepaga chiqib kelganda. Astag'firullah. Endi shunaqa insonlar bor, afsuski. Tepada qanaqadir ziyorat joy. Bu hozir borgan joyimiz esa u aslida dacha ekan. O'shaning uchun qur'acha shunaqa narsalar qo'yilib buni qo'ygan ekanda. To'g'ri gapiribsiz lekin boya. Bu tekis yo'lga o'xshaydi. Mana bu taraf lekin podyom. Shunchalarki odamni shuni tortib ketadi. Oldinga qarab yursangiz yugurib yurasiz. Tepaga chiqish juda qiyin. Hozir mashinam xuddi shunday bo'lyapti. Mashina shunday xalosda yo'q qo'ysa ketdi. O'tgan yili debdi, shu yerda bir damas odam torimizni bosib tushganiga torimiz qizib ketib, kalotkasi torimizni ushlamay qo'ygan. 2 yil o'g'limning ichiga kirib ketib o'lgan. Сними. Красиво, да? Да, очень красиво. И пидорасов нет, видишь? Manzarani go'zalligini qara, tutti deydi-ku. Tutti. Tutsi. Dahshat. Simba multfilmini kim ko'rgan? O'sha Simbada bir joyi bor. Simba. Mana shu quyosh nuri tushib turgan joy hammasi seniki bo'ladi deydi-ku. O'sha joy mana bu yer bo'ladi. Mana shu maymun mashinaga chiqib shu gapini gapirgan. Demak, Surxondaryoda olingan ekanda Simba multfilmi. Qanaydir. Lekin juda chiroyli joylar. Mazali. Lekin bunaqa manzarani hali hech qayerda ko'rmagandim, lekin maza qildim. Dahshat. Surxondaryoda Boysunda shunaqa joy bor ekan. Вообще шикарный. Shikardos deydi, bomba. Dahshat. Maza qilasizlar lekin. I take your hand and holding closer to mine. That love was there, but now you changed my mind. My heart is stereo, your peace flow, your soul is single.